Assalamu alaykum, hürmetli televizyon körgüçüler. Dünya Uygur Kurultayı Tor Televiziyasının günlük haberler programımıza hoş geldinler. Ben İftihar Abdurşid. Hürmetli körürmenler. Tövende diqqatinglar günlük haberler programımızın tafsilatı bolsun. Uyghur ırkı qırğınçılığını Norvegiya parlamentiga rasmiy yo'sinda qabul qildirish maqsadida Dünya Uyghur Qurultayı, Norvegiya Uyghur Komiteti, Uyghur Adliya Arxiv Ambiri ve Norvegiya parlamentidagi 4 cho'ng partiyaning hamkorlashib uyushtirishi bilan 17 oktyabr kuni Norvegiya parlamentida o'tkazilgan cho'ng tipdagi guvohlik berish yig'ini Norvegiyaning har qaysi sohalarining va Norvegiya matbuotlarining kuchli diqqatini qo'zg'adi. Parlament a'zolari, lager shohidlari, xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining vakillari, Uyg'ur siyosiy aktivlaridan bo'lib ko'p sonda kishi qatnashgan Uyg'ur irqi qirg'inchiligi haqidagi guvohlik berish yig'inining muqaddimasida Norvegiya Yeshillar partiyasining so'zchisi Hansson Rasmus, Liberallar partiyasining raisi Melby Guri, Xristian Demokratlar partiyasining a'zosi Ulle Steindag, Norvegiya parlamenti doimiy komitetining a'zosi Unnland Andreas, Norvegiya Uyg'ur komitetining bosh kotibi Odiljon Abdurahimlar so'z elib, Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan qilmishlarining irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat shakllantirganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Norvegiya parlamentining Amerika boshchiligidagi g'arb ellardan o'lgilib, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilib maxsus qaror ma'qullashga chaqirdi. Bu qitimqi guvohlik yig'iniga alayda taklif bilan bevosita kelib qatnashgan Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice apandi yig'inda Uyg'ur irqiy qirg'inchiligining xalqaro qonuni asoslari va Uyg'ur sud kollegiyasining xalqaro qonunlar asosida chiqargan hukmnomasi haqida tushuncha berib o'tdi. 17 oktyabr tushdan burungi shohidlarning jazo lagerlari to'g'risida guvohlik berishi oldi bilan Shvetsiyadagi lager shohidi Sayragul Savutbayning guvohligi bilan boshlandi. Uning orqadan Gollandiyadagi lager shohidi Ömerbek Ali, Fransiyadagi lager shohidi Gulbahor Xativaji, Gollandiyadagi lager shohidi Qalbinur Sidiq guvohlik berib o'tdi. Ularning guvohligidan keyin Amerikadagi kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Dr. Adrian Tens guvohlik berdi. Norvegiya parlamentidagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan guvohlik berish yig'iniga qatnashgan Dolqin Isa apandimi guvohlik berib, o'z onasining jazo lagerlarida qurbon bo'lganligini, aksi va inisining g'oyib bo'lganligini tilga ilib o'tdi. Shohidlarning bergan ta'sirlik va ichinishli guvohliklari yig'in ahlini intayin cho'nqur ta'sirlantirdi. 17 oktyabr boshlangan Norvegiya parlamentidagi Uyg'ur irqiy qirg'inchiligidan guvohlik berish faoliyatiga mos holda parlament binosi oldida Norvegiyadagi yuzlagan fidokor qarindoshlarimizning qatnashida namoyish va Xitoyning irqiy qirg'inchiligi gavdalantirilgan rasm ko'rgazmasi o'tkazildi. Parlament binosida o'tkazilgan guvohlik berish yig'inining amaliy ahvoli namoyish maydoniga qo'yilgan cho'ng televizor orqali namoyishchilarimizga naq maydondan ko'rsatildi. 4 soatga yaqin davom qilgan guvohlik berish yig'ini oxirlashgandan keyin shohidlarimiz namoyish maydoniga yetib kelib, o'zlarini qo'llagan Norvegiyadagi vatanparvar qarindoshlarimizga bo'lgan minnatdorliklarini ifoda qilishdi. Dünya Uyghur Qurultayining raisi Dolqin Isa apandimi qattiq sovuq qarmay parlament binosi oldiga to'planib namoyish ilib borgan va Norvegiyaning har qaysi rayonlaridan kelgan namoyishchilarimizga xitoban so'z qilib mundoq dedi. Rahmat. Assalomu alaykum. Bugun Norvegiyaning har qaysi joylaridan kelgan aziz yurtdoshlarim ve şundakla ekran aldıda muşu faaliyetlerini görüvatkan dünyanın hem joyidagi aziz Sharqi Turkistonlik qarindoshlarım, hemmenizge salam, hürmet. Biz bugün bir yerde kamp şahitleri bilen, Uyghur sotunun rehberleri bilen, Norvegiya parlamentinin parlament a'zolari bilen ve muhimi Norvegiyadagi vatanparvar qarindoshlarimiz bilen özümüzün iradesini Norvegiya parlamentiga bildirish, bir yerde Uyghur irqiy qirg'inchiligini tunutish qarorini chiqarish ve muşu qadamlar bilan bugün mishadi javlon qilayotgan muşu bayroqlarni aziz vatanimiz Sharq Turkistonda javlon qildirishdan iborat muşu kurashning bir partisi bilan bir yerga yig'ilgan vaqtimizda Xitoy kommunistik hokimiyati Beijingda 20. qatimli qurultayni chaqirib, Uyg'urlarni qandoq yo'qtiman, Sharqi Turkistonni qandoq qilib, mangu Xitoyning bir partisi qilaman deb ularimiz akir qotdi. Bu kurash bugun Norvegiyaning Osloda uningga qarshi bir mustaqillik, erkinlik ko'rishimiz bo'lgan bo'lsa, Xitoy bizga qarshi yo'qotish ko'rish deb turibdi. Bu kurash bizda davom qiladi. Endi bugun bu yerda 4 kamp shohidimizning qatnashishi bilan mutaxassislerimizden katlaşıyla Norvegiya parlamentinin her qaysi siyasi partiyalarının rehberlerine bu qarindoshlarimiz özünün közü bilen birlik köygen, özü bizzat bedelleri bilen, ruhi bilen yaşayan aşı zulümden anlattı. Nayt ayacanlık bununla oldu.
Biz bugün bir yerde Pakistan bilen, hüccetler bilen, hissiyatlar bilen Norvegiya parlamentini qayil qilishga Uyghur erki qirg'inchilik qonunni qarorning chiqarish uchun naytı mühim bir yığın bo'ldi. Bugün akaysınlar Norvegiyaning o'xshamagan shaharlardan net 100 kilometre uzaklıklarda muşu kışta keçit yollanıp tegininglar muşu bayrakni bugün Norvegiya parlamentinin oldi javlan qilgan muşu ruh bizni azatlık eriştirdiğen ruh muşu ruh bugün Xitoydan Beijing'de yılgan 20. qatimliq partiya qurultayga berilgan ecellik zarba. Bu ruh bilan bizning xalqimiz azat oldu. Bugün bo'lgan muşu qatimliq yig'in bilan inşallah en qisqa vaqt ichida Norvegiya parlamentidan Uyghur erki qirg'inchilik qarori chiqdi. Bunun için uxlab qolmasligimiz kerak. Davamlı bu hareketlerimizni davamlaştırışımız kerak. Şunun için hammangizga ko'pdan ko'p rahmat. 18 oktyabr kuni yana Xalqaro kechirim tashkilotining Norvegiya sho'bisi, Norvegiyadagi Rafto kishilik huquq fondi jamiyati, Dunyo Uyg'ur qurultiyi, Norvegiya Uyg'ur komiteti va Uyg'ur adliya arxiv ombiri birlikda Osloda Xitoyning Uyg'urlarga tutayotgan muomalasi insoniyat qarshi jinoyatdir. Norvegiya nima qila oladi degan temada ochiq munozara yig'ini o'tkazdi. Osloda nashrdan chiqadigan Kashlik gazetining muxbiri Kristofer Rotenberg apandim riyosatchilik qilgan mazkur ochiq suhbatga Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa, Uyg'ur sud kollegiyasining bosh sudchisi Jeffrey Nice, xalqaro qonun mutaxassisi, Norvegiya neft fondi axloq kengashining a'zosi Cecily Hellestveit qatorliqlar sahnadan o'rin olib suhbatga qatnashganlarning turli savollariga javob berdi. Munozara boshlanishidan ilgari lager shohidi Qalbinur Sidiq xonim Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'g'risida qisqacha guvohlik berib o'tdi. Bu qatimqi ochiq munozarada Norvegiya hukumati va parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligiga davomli sukut qilishining xatoligi ta'kidlandi. Norvegiyaning o'z qimmat qarshiga yarasha hozirga qadar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini e'tirof qilgan davlatlar bilan bir sapda turib, Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarga cheklama qo'yish majburiyatining borligi haqida talash tartish qilindi. 17 oktyabr tushdan burun Norvegiya parlament binosi oldida boshlatilgan va Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi namoyon qilingan rasm ko'rgazmasi 18 oktyabr kunida davom qildi. Fransiyalik tonilgan jurnalist Erik Apandim tarafidan ishlangan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nomli hujjatlik filmning tunji qo'yilish marosimi 19 oktyabr Fransiya parlamentida o'tkazildi. Fransiya parlamentining a'zosi Hubert Julien Laferrerning sohibxonligida o'tkazilgan va Fransiyaning har qaysi sohalardagi zotlar ham Fransiyadagi bir qism Uyg'urlar qatnashgan mazkur marosimga alohida taklif bilan qatnashgan Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa Apandim Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlarni asos qilgan yerli xalqlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni nihoyat ro'shan holda yoritib berilgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nomli hujjatlik filmni hozirlab ro'yobga chiqargan jurnalist Erik Apandimga va uning kasbdoshlariga butun Sharq Turkiston xalqi nomidan alohida minnatdorlik bildirdi. Erik Apandim 1,5 soatlik mazkur hujjatlik filmda Dunyo Uyg'ur qurultiyining arzi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasining 2021 yili 12 oyning 9-kuni e'lon qilgan hukmnomasini asosiy mazmun qilgan bo'lib, filmda lager shohidlarining guvohliklari tafsili o'rin olgan. Film ko'rsatish marosimida so'z qilgan Dolqin Aysa Apandim mazkur filmning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini xalqaroga yanada keng doirada e'tirof qildirish uchun muhim rol o'ynaydiganligini ifoda qilish bilan birga, Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilgan Fransiya parlamentiga Uyg'ur xalqi nomidan yana takror minnatdorlik bildirganligini bayon qildi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining bayonotchisi va Qurultay ayollar komitetining mudiri Zumratay Erkin xonim 19 oktyabr tushdan burun Fransiyaning Strasburg shahridagi Yevropa parlamenti binosida o'tkazilgan mustabid davlatlarning Yevropa birligi tavasida yashayotgan kishilik huquq qo'g'duvchilarga qaratgan ziyonkashliklari nomli muhokama yig'iniga qatnashib, Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga qaratgan chegara halqan ziyonkashliklari bo'libmi Xitoy hokimiyatining Yevropa birligiga a'zo davlatlarda yashayotgan Uyg'ur siyosiy faoliyatchilarga lager shohidlarga va normal Uyg'urlarga qartib kelgan turlik besim, tahdid va ziyonkashliklar haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Xalqaro vakolatsiz millatlar tashkiloti tarafidan uyushtirilgan va Yevropa parlamentining muavin raisi Pina Pekerno, parlament a'zolari Marketa Grigorieva, UNPO Intil qatorliqlarning bevosita sohibxonligida o'tkazilgan bu qatimqi muhokama yig'inida mustabid Xitoy hokimiyatining Yevropa birligiga a'zo davlatlarda yashayotgan Uyg'urlarga so'zgan qora qo'li masalasi asosli muzokara temasi bo'ldi va Yevropa ittifoqining Xitoyning bu xil davlat alqigan zo'ravonlik qilmishiga qarshi jiddiy tadbir qo'llanishi lozimligi alohida ta'kidlandi. Zumratay Erkin xonim bergan 10 minutlik dokladida Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Aysa Apandimning chet elga chiqqan 30 yilga yaqinroq vaqtdan buyon izchil turda Xitoyning davlat halqigan ziyonkashligiga uchrab kelganligini,
Xitoyning quruq tökmetler bilan xalqaro saqchi tashkiloti Interpol orqali Dolqin Ayso apandim ustidan qizil ranglik tutish buyrug'i chiqarilishi sababli Dolqin Ayso apandimning uzun yillar erkin sayohat qilish huquqidan mahrum qolganligini, hatto ba'zi davlatlarda tutqun qilinib Xitoy qaytarilish xavfiga duch kelganligini. Gerçi Interpol 2018-yili Dolqin Ayso apandim ustidagi qizil ranglik tutish farmonini amaldan qoldirgan bo'lsa-mu, ammo Xitoyning Dolqin Ayso apandimga qaratgan tahdid va hujumlarning hozir qadar izchil davom qilayotganligini misol qilib o'tdi. Va Xitoyning chet ellardagi siyosiy faoliyatchilarning va hatto odatdagi Uyg'urlarning vatanlik ota-ona va urug' tuqqanlarini go'riga ilib bir qator razil vositalar orqali muhojiratga Uyg'urlarni singdirishga urinib kelganligini amaliy misollar orqali bayon qildi. Xitoyning chet ellardagi Uyg'urlarga qaratgan chegara atlagan ziyonkashliklari masalasi navbatda G'arb demokratik ellarining kuchli diqqatini qo'zg'ayotgan nuqtalarning biri bo'lib kelmoqda. Angliyaning London yuqori sudi Angliya hukumatining Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarini cheklamay, Angliyaning aloqador qonunlariga xiloflik qilganligi haqidagi arzining guvohlik yig'ini 25 va 26 oktyabr kunlari o'tkaziladi. Bu arizni Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan Angliyadagi Yershar qonun harakati to'g'ri nomli tashkilot birlashib sungan bo'lib, arizdorlar Angliya hukumatini Xitoyning Uyg'ur majburiy emkiga chetishlik paxta mahsulotlarini cheklamay, bu mahsulotlarning davomli Angliya bozoriga kirishiga yo'l qo'yish bilan ayblangan. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqin Ayso boshchiligidagi qurultay hay'ati Londonda o'tkazilgan mazkur sudga arizdorlik salohiyati bilan qatnashishga tayyorlanmoqda. Dunyo Uyg'ur qurultiyi bilan birlikda ariz sungan Yershar qonun harakati to'g'rining 19 oktyabr e'lon qilgan bayonotida ko'rsatilishicha, arizdorlar arzida hukumatning Angliya 1897-yil chiqargan chet el turma mahsulotlar qonuni va 2002-yil chiqarilgan jinoiy tapovat qonuniga xiloflik qilganligini ilgari surgan. Mazkur tashkilotning bayonotida London yuqori sotining arzini qabul qilganligi, sotning tunji guvohlik yig'ini 25 va 26 oktyabr kunlari o'tkazilganligini bildirgan. Bayonotda Xitoy hukumatining 2016-yildan beri Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning keng ko'lamda lagerlarga qamab, ularning hayoti va madaniyatini yo'qotishga kirishganligi, uning plani Xitoy paxta mahsulotining 85%ni tashkil qiladigan Sharq Turkistonning paxta mahsuloti bilan yaqindan chetishlik borligini, Uyg'urlarning rayondagi korxona va turmalarda majburiy ishlatilib, Angliyani o'z ichiga olgan xalqaro bozorga eksport mahsulotlarini ishlab chiqaradiganligi ta'kidlangan. Agar bu sot 25 oktyabr o'ngishli o'tkazilsa, bu g'arb ellardagi hukumatga qarshi ichilgan Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlarga doir bir arizning tunji qitim bir rasmiy sot mahkamasi tomonidan qabul qilinishi va guvohlik yig'ini o'tkazilishi bo'lib qoladi ekan. Ilgari Fransiyadagi kishilik huquq tashkilotlari Uyg'ur majburiy emgak mahsulotlari to'g'risida xalqaro shirkatlar ustidan sotga ariz qilgan edi. Aziz ko'rmanlar, yuqorida diqqatingizga Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'r televiziyasining kunlik xabarlar programmasini sundik. Keyin qitimliq sonimizda ko'rishaylik. Aman bo'lgaysizlar. Stansimizning YouTube kanaliga a'zo bo'lishni unutmang. Xayr xo'sh.